O'zi ham shu fanga qiziqish kerak. Uchun ballarni men aytaman, mana hozir sanlarda mana repetitor tayyorlayapti. Xudiki haligacha eslaydi. Keyin Yunusga bordim. Yillik maktabda ko'z imtihonini, davlat imtihonini Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bugun Intellekt o'quv markazining mehmoni Ilhomjanov Muhammad ota 43 yillik Qaramurt qishlog'ining eng oldi matematik o'qituvchisi, hozirgi kunda Qaramurtning eng keksa oqsoqoli. Xush kelibsiz o'quv markazimizga Muhammad ota. Sizga birinchi savolim, bolalik davringiz qanday o'tgan? Bizler balalık devrimizde mektepte bunday şaraitler yok idi. Geç saatler bo'lmagan. Mektepler 7 yillik bo'lardi. 7 yillik mektepte o'qish uchun harakat biroq darsliklar yetishmasdi. Daftar, Kur'an, o'quv qurollari yetishmasdi. Shu zamonlardan qiynalardik. Shunday bo'lsa ham o'qish uchun harakat qilardik. Ko'proq kitobni o'qib, kitob orqali bizlar muomala shu orqali bilim olardik. O'qituvchilar bu mahalda hammasi o'rta ma'lumotli, oliy ma'lumotli o'qituvchi yo'q. Darslarni ham juda kuchli bera olmasdi. O'rta ma'lumotli bo'ldi. Shunga qaramasdan tirishib o'qirdik. Keyin 10 yillik maktab bo'ldi. 10 yillik maktabda ko'z imtihonini, davlat imtihonini Qaramutda topshirmay, Sayramga tushib topshirdik. Chunki Qaramutda biror oliy ma'lumotli o'qituvchi yo'q edi. Shu uchun ham bizlarni Sayramga tushib, Sayramda davlat imtihonlarini topshirganmiz. Endi bu mahallar endi o'tib ketdi. Keyin mana hozir yaxshi sharoit, juda zo'r bunaqa sharoitlar bizlarda yo'q edi bu mahalda. Qiynalib o'qiganmiz. Urush bo'lib qolgan 4 yil urush bo'ldi. Xalq qiynalardi shunchalik. Tushgacha o'qib, tushdan keyin dalaga chiqib paxta terardi. Kechgacha paxta terib, kolxozga yordam berardi. Shunaqa davrlar bilan o'tkazganmiz yoshlikni. Qiyinchiliklar bilan. Dalalarga yengalayoq borardik. Bunaqa yengalayoq kelardi. Rahmat javobingiz uchun. Matematikaga bo'lgan muhabbatingiz nimadan boshlangan? Matematika bo'lgan qizim birinchidan Jamolov O'rmon degan o'qituvchi o'zi maxsus o'rta ma'lumotli bo'lishiga qaramasdan juda talabchan o'qituvchi edi. Shundan keyin ko'proq o'zimiz mustaqil o'qish uchun harakat qilardik. Berilgan uy vazifalarni men hech qoldirmasdan bajarib kelardim. Uy vazifani bajargandan keyin darslarda ham aktiv qatnashardim. Shundan keyin matematika, keyin kolxozda 2 yil 9-10 klassda ish ochgan bo'lib ishladim. U ham matematika hisoblash. U ham meni matematika qiziqishga uyg'otdi. Keyin Yunusga bordim. Yunusga borgandan keyin o'qituvchilar shu vaqtda bizlar borsak, ular zavushda o'qirdi o'qituvchilar. Sen fizika gruppasiga topshir dedi. Men fizika gruppasiga topshirib 2-kursga kelganimda Turdiyev degan domla meni matematikadan kuchli ekanligimni bilardi. Konsultatsiyalarda boshqa o'quvchilarga qaraganda men ko'proq misollarni ishlab o'zimni ko'rsatardim. Birdan shu kuni bizlarga darsga kirib qoldi. Ilhomjonov, siz nima fizikada o'tiribsiz? Sizni qobiliyatingiz matematik. Matematika o'rganib o'tishingiz kerak. Endi qanday bo'ladi dedim. Men dekan bilan uchrashaman, erta dekanga keling dedi. Keyin ertasi dekanga kirsam, meni Turdiyev domla aytdi. Uchrang deb aytdim. Bunda qaratdi, Ilhomjonov sizmi dedi. Ha dedi. Qani bu siz matematika guruhiga kirib o'qib turingchi dedi. Bu mahalda fizika guruhi 2 ta, matematika 1 ta. Matematikadan fizika o'tkazish mumkin. Biroq fizikadan matematik guruhiga o'tkazmaydi, chunki bitta guruhda o'zi. Shunga men
Ders icra yapıda dekan. Ali matematikadan kirardi. Dersiye kirganda misallarni o'quvchilarni o'ziga ham talab qiladi, o'qib ishlanglar. Chiqib, jabjit o'tiribdi hammasi, men chiqib ishlab berdim. Siz bo'ldi dedi. Bugundan boshlab matematik bo'ldingiz. Matematika o'qiysiz, mana shu gruppada deydi. Ikkinchi kursda men fizikani matematika gruppaga o'tib, matematik bo'lib ishladim. Gruppada eng kuchli matematiklardan biri men edim. Rahmat javobingiz uchun. Kelasi savolimiz esa ilmda intilishda eng muhim narsa nima deb o'ylaysiz? Birinchi intilish, fanga qiziqish kerak birinchidan. Undan keyin o'qituvchilarni talabiga ham bog'liq. Agar o'qituvchilar qattiq talab qilsa, uy vazifalarini o'z vaqtida bajarib, tekshirib tursa, o'qituvchilarni talab qilib, vazifalarni tekshirib, yaxshi bilim bersa, qiziqish ko'payadi. O'qituvchi qiziqtira bilish kerak o'quvchilarni darsga. O'qituvchiga ham bog'liqda, o'qituvchiga ham bog'liq. O'qituvchi qiziqtira bilish kerak o'quvchilarni. Ikkinchidan o'quvchini o'zi ham shu fanga qiziqish kerak. Qiziqish uchun ko'proq dars tayyorlash kerak. Uy vazifalarini bajarmasa qiziqmaydi. Men doim uy vazifalarni to'liq bajarib borardim. Uyga bergan vazifani albatta bajarardim. Bajarmay qolmasdim. Shuning uchun ham men matematikadan ko'p narsalarni bildim. Mustaqil bir kitoblarni olib shulardan misollarni o'zim mustaqil ishlardim. Shundan keyin matematik bo'lib ketdi. Rahmat. Yo'lingizni davom ettirgan shogirdlaringiz haqida aytsangiz. Shogirdlar. Shogirdlaringiz. Men o'qituvchi bo'lib kelganimning sababi zavuchni bo'lardi. O'qituvchilar hammasi zavuchni o'qirdi. Bir kun maktab direktori ham zavuchda shaqda o'qirdi. Meni kutib turgan ekan, darsdan chiqib borayotgandim. Meni olib, yur bir joyga boramiz deb bir restoranga ketdi. Yaxshilab kutib, men seni chaqirdim, sababini bilasanmi dedi. Yo'q dedim. Men matematika fanidan o'qituvchiga qiynalyapman dedi. O mahalda imtihon boshlashdan oldin 1 soat oldin konvert ochiladi. Birinchi o'qituvchi o'zi ishlab berish kerak. Keyin imtihon boshlanadi. Konvertni 1 soat oldin ochamiz. Bir o'qituvchi ishlay olmaydi matematika o'qituvchilaridan. Bizlarga bir kuchli matematika o'qituvchi kerak. Seni bildim, yaxshi o'qirkansan, adang, ang keksayib qoldi. Qaraydigan odami yo'q degandan keyin men endi mayli dedim. Bo'lmasa meni boshqa joyga yuborgan edim. O'qishga. Bundan keyin men keldim. Menga kuching kelguncha dars beraman dedim. Haftasiga 36 soatdan dars beraman. Har kuni 6 soatdan dars beraman. Bolalar shunday qiziqib, intilib o'qidiki, haligacha eslaydi. Siz yaxshi dars berishingiz arqasida bizlar shu darajaga yetdik deb menda minnatdor bo'lib yuradi shu o'qitgan bolalarim. Bolalar uy vazifalarini qattiq tekshirardi. Uy vazifasini bajarib keladi. Uy vazifani bajarmasa, o'qituvchini ishlagan misoli bilan qanoatlanib qolsa, bola unchalik bilimga ega bo'lmaydi. O'zi uyda tag'in mustaqil o'zi dars tayyorlash kerak. Men shuna majbur qilardim bolalarni uyda dars tayyorlash uchun. Shuning uchun ham ko'plagan o'quvchilar men kelgandan keyin institutga kelib ketdi. Endi matematikani hamma fanlarning otasi deydi. Sababi matematikani yaxshi o'qisa, kimiyani ham yaxshi o'qiydi. Fizikani ham yaxshi o'qiydi. Chunki matematika bog'liq ular. Endi asosiy bu texnik fanlar bo'lganiga, buni yaxshi bilganligi asosiy fanlarni ham yaxshi bilishi. Besh bilan o'qiydi bolalar. Shu men kelgandan keyin shu fanlarni yaxshi o'qib ketishdi-da. Ko'pchiligi institutga kirdi. Mana hozirgacha endi ko'plari vafot etib ketdi shu men o'qitgan o'quvchilardan. Ba'zilari ham haligacha siylaydi. Siz juda zo'r o'qituvchingiz. Faxrlanamiz sizlar, rahmat. Bizlarni shu darajaga yetkazgan siz deb haligacha aytishadi. Rahmat. Hamda so'nggi savolimiz.
Bugungi yoshlarga qanday nasihat berasiz? Bugungi yoshlarga endi davlatimiz rivojlanishi uchun bilimli odam kerak. Bilimni egallamasa davlat rivojlanmaydi. Shuning uchun bizni davlatga ko'proq bilimli yoshlar kerak. Buning uchun maktabda o'quvchilar ko'proq bilim olishi kerak. Qanchalik kuchli bilim olsa, yaxshi mutaxassis bo'lib yetishsa, kelajagi yaxshi bo'ladi. Davlatimiz ham yaxshi rivojlanadi. Shuning uchun bolalarni men aytaman, mana hozir sanlarda mana repetitor tayyorlayapti. Ben shunda o'qib, yaxshi bilim olsa, kelajakda hammasi grant bilan o'qishga kirib ketadi. Institut bitirgandan keyin ma'lum kasbga ega bo'lib, yaxshi ishlarni ishlab yuradi. Ota-onalar ham, davlat, xalqimiz ham bu paladan faxrlanadi, quvonadi. Yaxshi bola bo'lib o'ssa, yaxshi kasbni egallasa, yaxshi kasbni egallash uchun bilim olish kerak. Bilimsiz hech narsa bo'lmaydi. Davlatimiz shu uchun ham bilim olish uchun ko'proq hamma sharoitni yaratib qo'ydi hozir. Maktabda boshlangiz, havasingiz keladi hozir maktablarda. Hamma narsa. O'qituvchilar hammasi olim, ma'lumotli, dars beradi, yaxshi chiroyli. Shu uchun o'qish kerak, eng keraklisi o'qish. Bilim olish kerak. Rahmat. Bugungi suhbatimiz juda ham maroqli o'tdi. Tashrifingiz uchun minnatdorman. Rahmat kattakon.